kengaytiradi, qisqartiradi. Yeritik. Issiq dush. Kengaytiradi. Shotkada yuzni tozalash. Kengaytiradi. Juda ham agressiv. Salitsil kislotasi. Qisqartiradi, chunki poralarning ichiga tiqilib qolgan yog' bilan keratindan tozalaganning hisobiga teri kamroq yog'lanadi. Skrablar. Kengaytiradi. Ko'p terlash. Kengaytiradi. Gidrofilka. Kengaytiradi. Lutchi siz gidrofilkani o'rniga misellarka yoki bo'lmasam biroz kislotli penka ishlating, u ham sizni makiyajingizni SPF eritib beradi. Kanalka va pudralar. Kengaytiradi. Teri nafas ololmaydi. Mikroignalar. Qisqartiradi. Agar tarkibida ibzosomasi bo'lsa, niasinamidi bo'lsa, bakuchioli bo'lsa yoki bo'lmasam keramidi bo'lsa, Teri qurishi. kengaytiradi. Yog'lanish. Kengaytiradi. Ajinga qarshi mahsulotlar. Qisqartiradi agar tarkibi yaxshi bo'lsa. Retinol. Qisqartiradi, lekin retinolni o'rniga sizlarga bakuchiol ishlashni tavsiya beraman. U ham xuddi retinoldaqa ishlaydi, agressiv emas. Chistkalarchi? Chistka agar tez-tez qiladigan bo'lsangiz, oyda 1-2 qiladigan bo'lsangiz yoki bo'lmasam chistkadan keyin SPF dan foydalanmaydigan bo'lsangiz, kengaytiradi. Xullas, poralangiz kengayishini istamasangiz, uni qisqartirishni xohlasangiz, doimiy ravishda sebum muvozanatida ushlang va chuqur namlantirib yuring. Lekin porasi kengayadigan insonlarda eng zo'r plyus tomoni bor. Nima deb o'ylaysiz? Kommentariyada fikringizni qoldiring.